Yakunlangan jahon chempionati afsuski, ko'ngildagidek natija bilan bo'lmadi. Nomdor bokschimiz nohaqlik sabab oltin medaldan mahrum bo'ldi. Abdumalik Xalakovning raqibi taqiqlangan harakatni qo'llab, diskvalifikatsiya bo'lishni o'rniga 300 ming AQSh dollar va jahon chempioni degan unvonga ega bo'ldi. Afsuski, yosh va umidli bokschilarimiz To'rabek Habibullayev, Arman Maxanov va Javohir Ummataliyevlar ham mag'lub bo'lishdi. Ular 150 ming AQSh dollari va kumush medalini qo'lga kiritishdi. Biz bundan keyin to'xtab qolmasdan, keyingi yil xudo xolasa Osiyo o'yinlari bor, Osiyo chempionati bor. Bundan keyin to'xtab qolmaymiz. Endigina 20 yoshman, hali hammasi oldinda. Men xursandmanki, shuncha boks yulduzlari kelib bizni jangimizni kuzatishdi va men polfinal kuni Arlen Lopesga qarshi jang qildim, g'alaba qozondim. Hayot oldinda o'zimiz hali xudo xolasa ko'rsatamiz. Olimpiadada oltin olib kelishga va'da beraman. Lekin yaxshi xabar ham bor. Professor nomi bilan tanilgan Hasanboy Do'smatov eng yaxshi bokschi sovrinini qabul qilib oldi. Ikki karra jahon chempioni bo'ldik. Buning uchun butun O'zbekistonimizga, shu prezidentimizga, shu yoshlarga, sportchilarga shuncha imkoniyatlar beryapti. Bundan foydalanyapmiz. Rahmat aytaman va murabbiylarimga. Xudo xolasa, bundan keyin to'xtab qolmaymiz. O'zim aytganimdek, kuchim yetganicha harakat qilamiz. Faqat kuchimiz yetib turibdi. Hali beri karyerani tugatish niyatimiz yo'q.